Assalomu alaykum do'stlar. Bugun siz bilan menisk shikastlanishlari haqida gaplashamiz. Bu muammo qayerdan paydo bo'ladi? Nima qilish kerak? Operatsiya qilib kesib tashlashmi yoki konservativ davolashmi? Qanday yuklamalar mumkin u qaysilari qat'iyan man etiladi? Bugun barchasiga oydinlik kiritamiz. Biz esa boshladik. Menisk o'zi nima? Menisklar bu katta boldir va son suyaklari orasida joylashgan ikkita yarim oy shaklidagi tog'ay plastinkalaridir. Bu plastinkalar uchta asosiy o'ta muhim vazifani bajaradi. Ularsiz tizzaning normal ishlashi mumkin emas. Birinchidan, ular kongruentlikni ta'minlaydi. Bu tibbiy atama bo'lib, sodda qilib aytganda, bo'g'im yuzalarining bir-biriga mukammal mos tushishini anglatadi. Son suyagining uchi yumaloq bo'lib, boldirniki esa yassi bo'ladi. Menisklar esa xuddi loyiha bo'yicha quyilgan qolip kabi bu bo'shliqni to'ldirib barqarorlikni yaratadi. Shu o'rinda bir qiziqarli va qo'rqinchli fakt. Agar menisk butunlay olib tashlansa, tizzaga tushadigan bosim keskin ortadi va 5-10 yil ichida bu muqarrar ravishda og'ir artrozga olib keladi va keyingi operatsiya sizda tizza bo'g'imini protezlash bo'ladi. Ikkinchi vazifasi va ehtimol eng muhimi, ular amortizatsiya vazifasini o'taydi. Xuddi avtomobilingiz amortizatorlari yo'ldagi chuqurlarda silkinishni yumshatish kabi, menisklar ham yugurganimizda, sakraganimizda yoki shunchaki yurganimizda tushadigan zarbani o'ziga qabul qiladi va suyaklarga o'tishiga yo'l qo'ymaydi. Uchinchi vazifasi, ular tizzani erta eskirishidan saqlaydi. Menisk bor ekan, tog'aylar bir-biriga ishqalanmaydi, artroz rivojlanmaydi. Ular tizzaning uzoq yillar xizmat qilishini ta'minlovchi asosiy himoyachidir. Afsuski, menisk jarohatlari eng ko'p uchraydigan muammolardan biridir. Bu shikastlanishlarning asosan ikki turga ajratishimiz mumkin. Birinchi toifa bu degenerativ shikastlanishlar. Nomidan ham ko'rinib turibdiki, bu jarayon organizmning umumiy qarishi va to'qimalarning eskirishi bilan bog'liq. Tasavvur qiling, siz yillar davomida tizzangizga noto'g'ri yuklama tushadi. Ehtimol ortiqcha vazn bordir yoki shunchaki yosh o'tdi. Xuddi eski kiyim matosi yupqalashib, oson yirtiladigan bo'lib qolgani kabi, menisk to'qimasi ham o'zining elastikligini yo'qotadi, quriydi va mo'rtlashadi. Bunday holatda inson biror jiddiy jarohat olmasligi ham mumkin. Shunchaki noto'g'ri o'tirib turish yoki zinadan tushish paytida charchagan menisk yorilib ketadi. Ikkinchi toifa esa o'tkir travmatik jarohatlar. Bu ko'proq yoshlar, faol hayot tarzi olib boruvchi va sportchilarga xos. Ko'pincha sport o'yinlari, masalan, futbol, basketbol va kundalik hayotdagi keskin noqulay harakatlar vaqtida tizzaning keskin buralib ketish oqibatida sog'lom menisk ham bardosh bera olmay yirtilishi mumkin. Bu holatda og'riq keskin, o'tkir bo'ladi va ko'pincha travma aniq bir vaqtda sodir bo'lganini aniq eslab qolasiz. Keling, endi eng ko'p uchraydigan savolga o'tamiz. MRT xulosasidagi tushunarsiz so'zlar nimani anglatadi? Bizning mamlakatimizda va butun dunyoda menisk shikastlanishi Stoller tasnifi bo'yicha baholash qabul qilingan. Bu tasnif MRT tasviridagi signallarning o'zgarishiga asoslanadi. Agar siz xulosangizda Stoller 1 yoki Stoller 2 degan yozuvni ko'rsangiz, iltimos vahimaga tushmang. Bu darajalar deyarli har doim degenerativ jarayonni bildiradi. Katta ehtimol bilan bu meniskning yirtilishi emas, balkim tog'ay tanasining ichki tuzilishidagi o'zgarishlar. Stoller 1 bu meniskning ichidagi ichki nuqtali signallari. Stoller 2 bu chiziqli o'zgarishlar. Lekin e'tibor bering, ular meniskning chetiga yetib bormagan bo'ladi. Xuddi soch oqarish qanday tabiiy jarayon bo'lsa, 40 yoshdan oshgan insonlarda Stoller 2 darajasi ham xuddi shunday tabiiy holatdir. Bu operatsiya qilinadigan kasallik emas, balkim hayotiy eskirish belgisidir. Haqiqiy muammo Stoller 3 dan boshlanadi. Bu haqiqiy yirtilish. Bu daraja meniskdagi yoriqning uning chetiga qadar yetib borganini anglatadi. Uni ham ikkiga bo'lamiz. Stoller 3A va Stoller 3B. Stoller 3A menisk yirtilgan, lekin uning bo'laklari hali ham o'z joyida turibdi, ajralib ketmagan va bo'g'im ichida tushmagan. Stoller 3B bu eng jiddiy holat. Bunda meniskning bir bo'lagi to'liq uzilib, tizza bo'g'imi ichiga erkin suzib yuruvchi tanaga aylanadi. Bu bo'lak tizzaning ishlashiga jiddiy xalaqit berishi mumkin. Ayrim bemorlardan eshitib qolamiz. Ularga menisk jarohatining 4-darajasi deb aytishgan bo'ladi. Sizlarga bir sirni ochaman. Meditsinada rasman menisk jarohatining 4-darajasi yo'q. Boshqa muammoni shu nom bilan atashlari mumkin yoki sizga vahimaliroq qilib ko'rsatish uchun aytishgan bo'lishi mumkin. Klinikamizda shunday vaziyatlar juda ham ko'p bo'ladi. Bemor tizzasi og'riyotganidan shikoyat qilib keladi. U allaqachon MRT qildirgan. Stoller 2 topilgan va unga operatsiya tavsiya qilingan. Lekin qizig'i shundaki, aslida umuman boshqa sababdan og'riyotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin asosiy savol shundaki, qachon operatsiya stoliga yotish kerak-u, qachon konservativ davolash yetarli? Tizza bo'g'imi juda murakkab mexanizm.
Unda nafaqat menisklar, balkim ko'plab bog'lamlar, paylar, mushaklar, yog' yostiqchalari va suyak usti pardalari bor. Ularning har biri og'riq berishi mumkin. MRTdagi menisk o'zgarishi esa shunchaki tasodifiy topilma bo'lishi ehtimoli juda ham yuqori. Xo'sh, qanday qilib ajratib olamiz? Buni aniqlash uchun bizga MRTdan ko'ra bemorning holati va maxsus testlar ko'proq yordam beradi. Buni aniqlashning ikkita asosiy usuli bor. Birinchisi og'riqning joylashuvi. Menisk og'rig'i deyarli har doim aniq bir joyda. Bo'g'im yorig'i proyeksiyasida bo'ladi. Agar og'riq tizzaning tepasida, pastida yoki vertikal chiziq bo'ylab tarqalgan bo'lsa, bu menisk emas. Menisk og'rig'i chuqurroqda joylashadi. Agar siz og'riq nuqtasini barmog'ingiz bilan bosib topa olsangiz, uni ishqalab o'zgartira olsangiz, demak bu yuzaki to'qimalarning muammosi. Menisk emas. Menisk bu ichki va o'tkir og'riq manbai. Ikkinchisi bu provokatsion testlar. Siz buni uyda o'zingiz ham qilib ko'rishingiz mumkin. Eng oddiy test bu bir oyoqda turing. Tizzani biroz buking va tanangiz o'qi atrofida o'ngga, chapga buring. Agar bu biroz burilish tizzangiz ichida o'tkir sanchiq bersa, bu menisk belgisi. Yana bir usul lotus holatida o'tirishga harakat qilish yoki oyoqni o'zingizga tortib ko'rish. Bu harakat medial meniskning orqa shoxini qisib, og'riqni chiqaradi. Shuningdek, to'liq cho'kkalab o'tirganda og'riq paydo bo'lishi mumkin. Bu ham ko'p hollarda menisk muammosiga ishora qiladi. Uchinchi va jiddiy belgi bu tizzaning blokadasi. Agarda yurganingizda tizzangiz to'satdan qotib qolsa, uni na bukish, na yozishning iloji bo'lmasa, demak uzilgan menisk bo'lagi suyaklarning orasiga tiqilib qolgan. Bemor odatda oyog'ini silkitib yoki g'alati tarzda burab, qarz etgan tovushdan keyin blokdan chiqadi. Bu holat jiddiy signal. Qator hollarda esa buni faqatgina shifokor ortoped yoki manual terapevt yordamida ochish mumkin. Xulosa qilib aytganda, og'riqning tabiati, joyi va harakat paytidagi tutgan muomalasi meniskning aniqlashda juda katta rol o'ynaydi. Agar yuqoridagi belgilar sizga tanish bo'lsa, o'zingizni qiynamay shifokorga murojaat qilgan ma'qul. Tashxis aniq bo'ldi deylik. Endi nima qilamiz? Zamonaviy tibbiyot nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, qaror qabul qilishda bir nechta temir qoidalar mavjud. Qachon operatsiya shart? Agar tizzada mexanik blokada, ya'ni qulflanish bo'lsa, bu to'g'ridan-to'g'ri operatsiyaga ko'rsatmadir. Nega? Chunki suyaklar orasiga tiqilib qolgan menisk bo'lagi har bir harakatda sog'lom tog'ayni qiradi va yemirib tashlaydi. Agar bu holat davom etsa, tizzangizdagi tog'aylar yeyilib ketadi va bu ancha jiddiyroq oqibatlarga olib keladi. Bunday holatda artroskopik rezeksiya qilinadi. Ikkita kichik teshik orqali kirib, meniskning faqatgina yirtilgan va xalaqit berayotgan qismi olib tashlanadi. Agar sizda Stoller 3A, ya'ni chala yirtilish bo'lsa-yu, tizzangiz qulflanib qolmasa, oyoq to'liq yozilsa va faqat ma'lum noqulay harakatlardagi og'riq bo'lsa, unda konservativ davolash eng to'g'ri yo'l. Bu yerda bir nozik masala bor. Nega ko'p jarrohlar darhol operatsiyani tavsiya qilishadi? Buning sababi biroz sanoat bilan bog'liq. Hozirgi kunda menisk operatsiyasi konveyerga qo'yilgan. Bu tez va oson yechimdek tuyuladi. 25-30 yil oldin bunday texnologiyalar ommaviy emas edi va odamlar konservativ yo'l bilan muvaffaqiyatli davolanishgan. Amerikada o'tkazilgan bir mashhur tadqiqotni aytib beraman. Menisk yirtilishi bor bemorlarni ikki guruhga bo'lishdi. Birinchi guruhga haqiqiy operatsiya qilindi. Ikkinchi guruhga esa soxta operatsiya. Tizza terisi kesildi. Xuddi operatsiya qilingandek ko'rsatildi, lekin ichkarida hech narsa qilinmagan. 6 oydan keyin natijalar solishtirilganda, har ikki guruhdagi odamlarda og'riq darajasi va hayot sifati deyarli bir xil edi. Bu shuni ko'rsatadiki, to'g'ri vaqt va sharoit berilsa, organizm o'zi moslasha oladi. Agar biz operatsiyasiz davolashni tanlasak, davolash rejasi nimalardan iborat bo'ladi? Shunchaki divanga yotib kutish bu yechim emas. Eng yaxshi operatsiya bu qilinmagan operatsiya degan gap bor. Lekin buning uchun mehnat qilish kerak. Bizning klinikamizda va jahon amaliyotida 3 ta asosiy yo'nalish mavjud. Birinchisi davolash jismoniy tarbiyasi, ya'ni lechebniy fizkultura, LFK. Bu davolanishning poydevori. Bu bosqichda xirurglarning o'rnini egallaydi desak ham bo'ladi. Maqsad tizzaga tushadigan yuklamani kamaytirish. Buning uchun son va boldir mushaklarini shunday kuchaytirish kerakki, ular tirik korsetga aylanib, og'irlikni o'zlariga olsin. Lekin ehtiyot bo'ling. Mashqlar individual tanlanishi shart. Noto'g'ri mashq vaziyatni og'irlashtirishi mumkin. Ikkinchisi fizioterapiya. Yallig'lanish va shishni qaytarish uchun zamonaviy apparatlardan foydalanamiz. Qaysilari foydali? Field terapiya, yuqori intensivli lazer. U to'qimalarga chuqur kirib borib, kuchli yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Magnit terapiya va ultratovush. Klassik, lekin samarali usullar. Ular shishlarni qaytarishga yordam beradi. Tekar terapiya.
Bu yuqori chastotali tok yordamida to'qimani ichkaridan qizdirish va metabolizmni, ya'ni moddalar almashuvini tezlashtirishga yordam beradi. Shu o'rinda diqqat qiling. Zarbali to'lqinli terapiya, ya'ni udarno-volnovoy terapiya, UVT. Bu usul juda ham zo'r va foydali, lekin meniskning o'tkir jarohatida bundan ehtiyot bo'lish kerak. O'tkir og'riq paytida bu muolajani qilish shart emas va ba'zan og'riqni kuchaytirib yuborish ham mumkin. UVT ko'proq paylar va mushaklar muammosi uchun mos keladi, meniskning ichidagi yirtiq uchun emas. Uchinchi usul bu inyeksiyalar, bo'g'im ichiga qilinadigan ukollar. Gialuron kislotasi. Ko'pchilik darhol shuni qilishni xohlaydi, lekin bu preparatning foydasi juda ham kam. PRP terapiya, plazma lifting. Bu haqiqiy biologik davolash. Bemorning o'z qonidan trombositlarga boy plazma ajratib olinadi va bo'g'imga yuboriladi. Trombositlar o'zidan o'sish faktorlarini chiqaradi. Bu esa meniskning qizil zonasini bitishini tezlashtiradi va tabiiy tiklanishini kuchaytiradi. Davolash muddati bularning barchasiga sabr talab qiladi. Meniskning bitishi va moslashishi uchun o'rtacha 3 oydan 6 oygacha vaqt ketadi. Operatsiya og'riqdan tezroq qutqarishi mumkin. 1-2 oyda, lekin uzoq muddatda 6 oy va undan keyin konservativ davolash bilan natija bir xil bo'ladi. Ustiga ustak siz o'z meniskingizni saqlab qolasiz. Davolanish paytida va undan keyin ham tizzangizni asrash uchun ba'zi qoidalarga amal qilishingiz kerak. Asosiy dushman bu rotatsiya, ya'ni buralish, qat'iyan taqiqlanadigan yoki cheklanadigan harakatlar. Birinchisi o'yin sport turlari. Futbol, basketbol yoki voleybol. Bu o'yinlarda yugurish davomida keskin to'xtash, burilish va sakrashlar juda ko'p. Aynan mana shu harakat tizza bukilgan holatda tananing burilishi, meniskning chaynashi va yirtishi uchun eng qulay vaziyat. Ayniqsa futbolchilar zarba berish uchun bir oyoqda tayanib tepganda meniskga juda ham katta yuklama tushadi. Ikkinchisi mashqlar. Chuqur o'tirib turish, ayniqsa og'ir vazn bilan va choyxona holatida o'tirish. Bu holatlar meniskni qisib qo'yadi. Tizzangiz uchun foydali sport turlari. Bu velosiped va suzish. Velosiped haydaganda tizza bir tekisda silliq ishlaydi. Zarba bo'lmaydi, lekin bo'g'im ichidagi suyuqlik yaxshi aylanib tog'ayni oziqlantiradi. Suzish ayniqsa erkin usulda umuman tizzaga og'irlik tushirmasdan mushaklarni chiniqtiradi. Shuningdek, tekis yuzada yugurish va sport zalida tizzaga ortiqcha yuklama bermasdan bajariladigan funksional mashqlar ham ruxsat etiladi. Qadrli do'stlar, xulosa qilib shuni aytmoqchimanki, tizza og'rig'i bu hayot tugadi degani emas. Agar sizda menisk jarohati aniqlansa, vahima qilmang. Avval og'riq manbai aynan meniskdan ekanligini tekshiring. Yuqoridagi testlar yordamida. Ikkinchidan, Stoller 1 va 2 darajali o'zgarishlarga e'tibor bermang. Bu qarilik belgisi xolos. Uchinchisi, Stoller 3 bo'lsa ham, agar tizza blokada bo'lmasa, darhol jarrohga yugurmang. Unga bitish uchun imkoniyat, sharoit va vaqt bering. To'rtinchisi, davolanishda faqatgina dori emas, balkim LFK, fizioterapiya va kerak bo'lsa PRP dan foydalaning. Siz uchun ajoyib yangilik. Faqat obunachilarimiz uchun maxsus taklif. Delta klinikasida bepul konsultatsiya uchun telefon raqamlari va manzilini video ostidagi izohda qoldiraman. Keyingi videolarimizning mavzusini siz tanlang. Bel og'rig'imi, artrozmi, ukollar yoki sizni qiziqtirgan boshqa muammo. Eng ko'p muhokama qilingan mavzuni tanlab olamiz. O'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling. Videoga like bosishni va uni tizzasi og'riydigan yaqinlaringizga yuborishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.